Vashingtonning yashirin rejasi ochilyaptimi? Tayvan, Eron va Shimoliy Koreya bo'yicha keskin bayonotlar yangradi. Rossiya Ukraina rahbariyatini yo'q qilmoqchi — Zelenskiy. Rossiya urushni qanday tugatmoqchi? Sergey Shoygu keskin bayonot berdi. Insoniyat yangi iqlim falokati xavfi ostida qolishi mumkin. AQSh Eronni harbiy jihatdan mag'lub etganini aytmoqda. Tramp OAVga ham hujum qildi. Merz AQShdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. AQShdagi muhit keskin tanqid qilindi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Washingtonning yashirin rejasi ochilyaptimi? Tayvan, Eron va Shimoliy Koreya bo'yicha keskin bayonotlar yangradi. Donald Trump dunyoning eng xavfli geosiyosiy nuqtalari bo'yicha ketma-ket keskin bayonotlar berib, Washingtonning yangi strategiyasi qanday shakllanayotganiga ishora qildi. Eng avvalo, u Tayvan mojarosiga aralashishni istamasligini ochiq aytdi. Men kimningdir mustaqillikka erishishiga intilayotganim yo'q va bilasizmi, biz urushda qatnashish uchun 9,5 mil yo'l bosib o'tishimiz kerakmi? Men bunga intilayotganim yo'q. Bu bayonot Xitoy bilan keskinlik fonida AQShning Tayvan masalasida ehtiyotkor yo'l tanlayotgani haqidagi taxminlarni kuchaytirdi. Bu signal yanada kuchaydi, chunki Trump Tayvanga 12 milliard dollarlik qurol yetkazib berish masalasi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Men buni hozircha zaxirada ushlab turibman va hamma narsa Xitoyga bog'liq. To'g'risini aytsam, bu bizning tomonimizdan muzokaralar olib borish uchun juda yaxshi ko'zirdir, dedi u. Bu esa Tayvan masalasi endi faqat xavfsizlik emas, balki Pekin bilan yirik savdolashuv vositasiga aylanganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Trump Venezuela nefti orqali AQSh katta boylik orttirganini aytdi va global energetik o'yinlarda Washingtonning manfaatlari ochiq tan olinayotganini ko'rsatdi. Bundan tashqari u Kim Chen In bilan munosabatlari haqida gapirdi. U mamlakatimizga nisbatan hurmat ko'rsatdi. Men u hurmat ko'rsatishda davom etishini xohlayman. Bu bayonot Shimoliy Koreya bilan aloqalarda ham Trump shaxsiy diplomatiyaga urg'u berayotganini anglatadi. Ammo eng keskin retorika yana Eron atrofida yangradi. Trump ochiqchasiga tozalash ishlari zarurligiga shama qildi. Biz biroz tozalash ishlarini olib borishimizga to'g'ri kelishi mumkin, chunki bizda 1 oylik qisqa o't ochishni to'xtatish rejimi bor edi. Bu ibora harbiy operatsiyalar qayta boshlanishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Shu bilan birga AQSh rahbari Eron yadro dasturini 20 yilga to'xtatib turishga rozi bo'lganini aytdi. 20 yil bu yetarli, ammo ularning kafolatlari darajasi bu haqiqiy 20 yil bo'lishi kerak. Bu esa Washingtonning asosiy maqsadi Tehronning yadroviy salohiyatini uzoq muddatga muzlatib qo'yish ekanini ko'rsatmoqda. Tehron esa qo'rqmayotganini ochiq namoyish qildi. Abbos Aroqchi AQShning ehtimoliy yangi hujumlari haqida gapirar ekan, qat'iy bayonot berdi. Agar ular urushga qaytishni istasalar, bu ularning ixtiyorida. Ular bizni sinab ko'rishdi. Yana sinab ko'rishlari mumkin. Biroq natija hech qanday farq qilmaydi. Bu javob Yaqin Sharqdagi qarama-qarshilik hali yakunlanmaganini va har ikki tomon ham yangi bosqichga tayyorlanayotganini anglatadi. Bu orada Aleksandr Lukashenko ham kutilmagan chiqish qildi. U Trampning diniy maslahatchisini hazilomuz tarzda tanqid qilib, "Donald uchun duo qilyapsiz-u, men haqimda gapirmayapsiz. U xatosini tuzatishga va'da berdi", dedi. Bu bayonot geosiyosiy keskinlik fonida siyosiy teatr davom etayotganini ko'rsatadi. Yaqin Sharqda esa Netanyahu mintaqa qiyofasi o'zgarayotganini ochiq e'lon qildi. Atrofimizda G'azo, Livan va Suriyada biz yaratgan bufer hududlarning barchasi Yaqin Sharq qiyofasini o'zgartirdi. Biz radikal islomning har qanday tahdidiga qarshi qat'iyat bilan kurashishda davom etamiz. Shu bilan birga mintaqamizdagi mo'tadil kuchlar bilan hamkorlikni kengaytiramiz, dedi u. Bu bayonot Isroilning hududiy va strategik siyosati endi vaqtinchalik emas, balki uzoq muddatli qayta shakllantirish bosqichiga o'tganini anglatmoqda. Rossiya Ukraina rahbariyatini yo'q qilmoqchi — Zelenskiy. Rossiyaliklar yangi zarbalar berish, xususan Bankovaya ko'chasidagi binoga hujum qilish uchun Kiyevdagi siyosiy va harbiy obyektlarni qidirish ishlarini faollashtirdi.
Biroq davlat rahbariyati va ukrainaliklar mustaqillikni har qanday sharoitda himoya qilishga tayyor deb yozdi Ukraina prezidenti Zelenskiy o'z Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina maxsus xizmatlari poytaxt va mamlakatning boshqa shaharlaridagi bo'lajak hujumlar nishonlari batafsil ko'rsatilgan Rossiya hujjatlariga ega. Bizning qo'limizda Rossiya hujjatlari mavjud. Ularda Kiyevga va boshqa shaharlarimizga armiya rahbariyati, hukumat bo'lishi mumkin bo'lgan siyosiy va harbiy obyektlarga, shuningdek, bu yerga Bankovaga zarbalar berish uchun nishonlar taklif qilingan. Ular bu rejani anchadan beri pishitishmoqda. Hozir Erondan keyin yana faollashib qolishdi. Qayerda ekanligimizni, qayerlarda bo'lishimizni izlashmoqda deb ta'kidladi Zelenskiy. Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, bu nafaqat shaxsan uning o'ziga, balki Ukraina harbiy siyosiy rahbariyati, razvedka va maxsus xizmatlarning boshqa vakillariga ham tegishli. Ukraina rahbari dushmanning bunday rejalari va rahbariyatini qo'rqitish yoki yo'q qilishga bo'lgan urinishlari Ukraina xalqining pozitsiyasini o'zgartira olmasligiga ishontirdi. Moskvadagi allakim ukrainaliklar hech qachon o'z mustaqilligidan voz kechmasligini hali ham tushunib yetmadi. Har qanday holatda Bankova bilan yoki Bankovasiz ham o'z yerimizni, suverenitetimizmi, davlatimizni topshirmaymiz deya xulosa qildi Ukraina prezidenti. Avvalroq Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi Rossiyaning yangi raketa dron hujumlariga tayyorgarlik ko'rayotganini tasdiqlovchi hujjatlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya urushni qanday tugatmoqchi? Sergey Shoygu keskin bayonot berdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoygu Bishkekda bo'lib o'tgan SHTga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblari yig'ilishida Ukraina mojarosi bo'yicha Rossiya pozitsiyasini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina inqirozi G'arbning ikki xil standartlar siyosatini yaqqol ko'rsatadi. Shoygu Rossiya pozitsiyasi o'zgarmaganini ta'kidlab, barqaror tinchlik mojaroning barcha asosiy sabablari bartaraf etilgan taqdirdagina mumkinligini aytdi. Shoygu Kiyevni muzokaralarga qodir emaslikda aybladi. Uning ta'kidlashicha, Yevropa ittifoqi va NATOning qator davlatlari Ukrainani qurol bilan ta'minlab, mojaroni cho'zmoqda. Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Ukraina 1990-yildagi davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyada qayd etilgan bloksiz, neytral va yadrosiz maqomga qaytish kerakligini ta'kidladi. Shoyguning aytishicha, Rossiya qurolli kuchlari butun jangovar aloqa chizig'i bo'ylab tashabbusni qo'lda ushlab turibdi. U yil boshidan buyon 1,8 ming kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 80 tadan ziyod aholi punkti nazoratga olinganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Lugansk Xalq Respublikasi hududi to'liq ozod qilingan, DXRda esa 15% dan sal ko'proq hudud qolgan. Shoygu Rossiya mojarosi siyosiy diplomatik yo'l bilan hal qilishdan, jumladan boshqa davlatlarning konstruktiv vositachiligidan voz kechmayotganini bildirdi. U shuningdek SHT davlatlarining Ukraina inqirozi va Rossiyaning maxsus harbiy operatsiyasi bo'yicha muvozanatli pozitsiyasini alohida qayd etdi. Insoniyat yangi iqlim faoliyati xavfi ostida qolishi mumkin. Olimlar 19-asrda o'nlab millionlab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan kuchli El Nino iqlim siklining yana takrorlanishi ehtimolidan ogohlantirmoqda. El Nino Tinch okeanining tropik sharqiy va markaziy qismida suv haroratining keskin isishi bilan bog'liq iqlim hodisasi bo'lib, u har bir necha yilda kuzatiladi. Mutaxassislar fikricha, bu yil okean harorati me'yordan 3 darajagacha yuqori bo'lishi va yangi rekordlarni o'rnatishi mumkin. Nashr eslatishicha, 1877-1878 yillarda kuzatilgan eng kuchli El Nino Hindiston, Xitoy, Braziliya va boshqa davlatlarda global ocharchilikka sabab bo'lgan. Tadqiqotlarga ko'ra, o'sha davrda 50 milliondan ortiq odam halok bo'lgan. Bu o'sha paytlardagi dunyo aholisining taxminan 3-4% teng edi. Hozirda bu ko'rsatkich 250 million kishiga to'g'ri keladi. Olimlar shunga o'xshash iqlim inqirozi hozir ham takrorlanishi mumkinligini istisno qilmayapti. Washington davlat universiteti dotsenti Dim Singhning ta'kidlashicha, 1870-yillardagi kabi bir vaqtning o'zida bir nechta mintaqada ko'p yillik qurg'oqchiliklar kuzatilishi ehtimoli mavjud. AQSh Eronni harbiy jihatdan mag'lub etganini aytmoqda. Tramp OAVga ham hujum qildi. Amerika yetakchisining ta'kidlashicha, AQSh harbiy amaliyotlar davomida Eronning asosiy harbiy salohiyatiga jiddiy zarba bergan. Tramp jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Eronning dengiz floti, havo kuchlari, havo mudofaasi va kuzatuv tizimlari deyarli to'liq yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Shuningdek, u operatsiyalar davomida Eron harbiy rahbariyatiga ham zarba berilganini ta'kidlagan. AQSh prezidenti ayrim Amerika ommaviy axborot vositalarini ham keskin tanqid qilgan. Xususan, u CNN, New York Times jurnalistlarini mojaro haqidagi xabarlarni noto'g'ri talqin qilishda ayblagan. Trampning fikricha, Tehronning harbiy jihatdan muvaffaqiyatli harakat qilayotgani haqidagi xabarlar AQShning pozitsiyasiga zid.
Merz AQShdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. AQShdagi muhit keskin tanqid qilindi. Germaniya kansleri Merz o'z farzandlariga AQShda yashash yoki o'qishni tavsiya qilmasligini aytdi. Bu haqda siyosatchining so'zlariga tayanib Reuters xabar berdi. Kansler buni AQShda ijtimoiy muhit tez o'zgarayotgani, hatto oliy ma'lumotlilar uchun ham imkoniyatlar cheklangani bilan izohladi. Mazkur bayonot Trump davrida AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilar o'rtasida keskinlik ortgani, savdo borasida kelishmovchiliklar mavjudligini ko'rsatadi. Merz aprel oyida AQSh Eron bilan urushda kamsitilganini aytib, Trumpning g'azabiga sabab bo'lgandi. Shundan so'ng AQSh Germaniyadan o'z qo'shinlarini qisman olib chiqib ketishini va Yevropa ittifoqidan keltiriladigan avtomobillar uchun bojlarni oshirishini e'lon qilgan. Importning asosiy qismini nemis avtomobillari tashkil etadi. 15-may kuni Wurzburgdagi katoliklar qurultoyida so'zga chiqqan Merz nemislarni Germaniya salohiyatiga nisbatan optimistik bo'lishga chaqirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.